Baxtli bo'lish uchun harakat qilish hech qachon kech emas. O'z tajribamdan kelib chiqib shuni aytamanki, ayol kishi uchun, umuman insonlar uchun yosh ko'rsatkichi bu shunchaki nisbiy o'zingizga qo'ygan chegara xolos. Aslida biz har doim baxtli bo'lishga, orzularimiz amalga oshishiga ehtiyojimiz har doim saqlanib keladi. Va mana shu ehtiyojni qondirmasak, bu bizda armon bo'lib qoladi. Erik Byorn shunday degan ekan: hech qachon o'zingizda baxtli bolalik yaratish kech emas. Men shuni ozgina o'zgartirib aytaman. Hayotingizda baxt kirgizish hech qachon kech emas. Eslab ko'ring, hayotda qancha misollar bor. Misol uchun, polkovnik Kevsini o'ylab topgan. Necha yoshida? Pensiya yoshida. Mary Kay aynan pensiya yoshida o'zini sevimli ishi parfumeriya prodajasini yo'lga qo'ygan va juda katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Va bunday misollar minglab insonlarda keltirishingiz mumkin. Ya'ni insonlar o'z qiziqishlari bilan yashashni boshlasalar, ular baxtli bo'ladilar. Chunki ular serotonin, dopamin, oksitotsin kabi gormonlar bilan tanalarini to'yintiradilar va bu yosharishga, umrlarini uzaytirishga olib keladi. Hech qachon o'z hayotingizni baxtli qilishdan to'xtamang. Yana aytaman, bu hech qachon kech emas.